Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida Ma'rifat va bank bilimli jamiyat bilan qudratli iqtisodiyot sari forumi bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Milliy kutubxona, O'zbekiston noshirlari va kitob savdo uyushmalari assotsiatsiyasi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamda tijorat banklari hamkorligida tashkil etildi. Forumdan ko'zlangan maqsad aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, kitobxonlikni kengaytirish va iqtisodiy qarorlarni qabul qilishda aholining qatnashuvini kengaytirishdan iborat. 3 kun davom etadigan forumda respublika banklari, nashriyotlar, ijodkorlar, jamoatchilik faollari va kitobxonlar qatnashmoqda. Xalq banki aholi va mijozlarga moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bilan bir qatorda o'z faoliyatida ijtimoiy mas'uliyatni ham ustuvor qadriyat deb biladi. Banklar va kitobxonlik yo'nalishida hamkorliklar bir necha yil oldin boshlangan. Masalan, misol qilib, mahalla kutubxonasi loyihasi yoki bo'lmasam aynan Xalq banki va Asaxiy nashriyotning hamkorliklarini bunga misol qilish mumkin. Bugungi kunda mana shu ishlarning natijasi o'laroq banklar va kitobxonlik yo'nalishidagi hamkorliklarning kengroq maydonda, kengroq ko'lamda namoyon bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi o'tkazilayotgan forum ham buning aynan isboti. Bu yerda O'zbekistondagi tijorat banklarining barcha Markaziy bank boshchiligida Yoshlar ishlari agentligi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, mahallalar uyushmasi hamkorlar tashkilotlar sirasiga kiradi. Bugungi maydon banklar va nashriyotlar uchun ochiq maydon. Bu yerda banklar nashriyotlar ishlarini, nashriyotlar loyihalarini ko'radi, kuzatadi. Agar ularga ma'qul bo'ladigan nashriyot ishlari bo'ladigan bo'lsa, ular bilan hamkorliklar kutilmoqda. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, kitobxonlik madaniyatini kengaytirish, yoshlarda iqtisodiy bilimlarga qiziqish uyg'otish va bu boradagi adabiyotlarni ona tilimizda ko'paytirish maqsadida Xalq banki Asaxiy Books bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ushbu hamkorlik doirasida o'zbek tilida chop etilgan moliyaviy, iqtisodiy sohalarga oid jahon bestselleri keng jamoatchilikka yetkazib berilmoqda. Bu esa yoshlar, talabalar, tadbirkorlar va keng jamoatchilik uchun muhim bilim manbai bo'lib xizmat qiladi.